Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, bu Sherozbek Play kanali. Va sizlar bilan bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Hoppa! Lekin do'stlar, bir yangilik aytishim kerak. Minecraft bugun meni Deadpoolga aylantirib qo'ydi va endi men mana shu yerda turgan Taskmasterning 5 ta challenge-ni bajarmasam, bu challenge-da, Deadpool challenge-da yutqizgan bo'laman. Shuning uchun do'stlar, hozirroq siz videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Men esa boshladim. Xo'p, avval nastroyga kiramiz endi. Va to'g'rilab olamiz. Endi men tayyorman. Katanalarni olaman-da. Birinchi challenge-ni olaman. Ketdik do'stlar. Birinchi challenge shundan iboratki, 5 ta minionlarni o'ldirishim kerak. Ya'ni mana bunaqa yaramaslar. Bu Deadpool uchun shunchaki o'yinchoqdek gap. Soniyalarni ketib tashlasa. Xo'p. Bu yoqqa yaramas. Sen meni urding. Hoppa! Senga balo bor. Bo'ldi do'stlar, mana birinchi challenge yakunlandi va juda ham oson bo'ldi. Va buning uchun menga 20 bitta oltin, 6 ta temir berishdi. Mayli, xo'p. Ikkinchi challenge-ni ham olamiz do'stlar. Olg'a. Aytib o'tay, shu 3 sekundda bugun bunday challenge'lar endi ko'plab bo'ladi. Faqat sizdan talab qilinadigan narsa bu shunchaki videolarni barchasiga like bosasiz, kanalimizga obuna bo'lasiz va izohlarda o'zingizga bunday formatdagi videolar yoqayaptimi, yo'qmi, shular barchasida aytasiz. Ovozi juda ham baland chiqdi, uzr do'stlar. Va mana buni yo'q qilamiz. Tamam. Xudo. Do'stlar, meni challenge'lardan ham ko'ra mana bu nima deydi? Sovrinlari yoqyapti. Ko'proq menga nima deydi? Huzur bag'ishlayapti. Xullas, ketdi. 3-chi challenge-da hali olmaymiz. Keyin aytib o'tay do'stlar. Bu challenge oxirida men Taskmaster bilan jang qilaman. Shuning uchun o'tkazib yubormang. Ketdi. Hop. Ozgina och qavam qolibman. Nima deydi? Deb shundoq to'ldirib olamiz. Salgina yo'q. Sal uzoqlashishim. Voy, toshbaqalar ham menga hujum qilyapti deb qo'rqib ketibman. Xo'p. Bu challenge uchun menga vaqt berilmagan do'stlar va shuning uchun beradi. Xo'p, kecha seni qilichim bilan bittada ketarkan. Bu yoqqa kecha senga yetib olammikinmanmi? Nima dedim? Do'stlar, albatta shunday holatlar ham bo'lib turadi. Uzr. Voy, qayoqqa yo'qolding endi bu yoqqa Senga hozir do'stona shapat beraman. Qattasa ketib qolma, yaramas. Marhamat. Ukam. Bu Sherozbek olmos oldim. Bittada olmoslarim, oltinlarim va nima deydi? Izumrud hamda temirlardan ko'p bo'lib ketibdi. Xo'p. Ketdik.
Demak, 4-challenge'ni olishdan oldin do'stlar, hoziroq kanalimga obuna bo'linglar. Izohlarda ham fikringizni yozib qoldiring va like'larni bosib tashlaylar. Men hech nima demayman. 4-challenge'ni ham ko'ramiz. Ketdik. Voy, yana senlarmi? Soniyalar ichida yo'qib tashlayman. Kel. Wow. Endi uzoq masofada. Baribir yaqinlashaman men. Hoppa. Bu yoqqa kel. Hop, o'zlari hal qilishadi hozir. Qani, bu portla. O'zim o'ldirib qo'ydim. Hop, 30 soniya qoldi do'stlar, hech nima qilmaydi. Hozir tezda bajaramiz. Bo'ldi. Tayyor. Yana bir challenge bajarildi. Endi bir narsa qiziqtiryapti. Mana shu jitelning hayoti. Ya'ni u hozir bu yerda tamom bo'lishi aniq. Shuning uchun balkim bir chit ishlatarmiz do'stlar. Nima deysiz? Jang qilamiz-da. Ketdi. Hoppa! Seni qutqardim. Qoch, qaramayman ko'zingga. Qoch yo'qol. Qoch. Hop. Endi bir pas ovqatlanib olamiz. Do'stlar, va so'nggi challenge-ni ham hozir men olaman. Tayyormisiz? Men tayyorman. Boshladik. Lekin qiyin bo'ladi. Ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Boshladik. 2 1 go. Bu yoqqa kel. Mana Taskmaster va'da qilganimdek. Voy. Yo'q. To'xta, chiqib olaylik. Taskmaster chiqib olaylik. Qochgin. Voy. Sen bola gapga tushunmas ekansan. Yur, ketdik. Ke, chiq. Qattasan. Voy, yaramas. Ke. Shatta. Mayli. Men rozi. Lekin bunaqa ssenariy yo'q edi menda. Mayli, nima ham deysiz do'stlar? Bilaman seni isming Taskmaster ekanligini. Mo'mi qaldiroq bo'lyapti do'stlar tashqarida. Demak, do'stlar, agarda keyingi videoda 100 mashina olsangiz albatta. Nima bo'ldi? Hoziroq kanalimga obuna bo'ling. Do'stlar, bu narsa menga yoqmayapti. Chunki modni ishlatgan paytimdan beri bunday narsa sodir bo'lmagan edi. Qochish kerak. Voy, regeneratsiya. Qoch yo'qol. Bu yo'q do'stlar, menimcha bu challenge yakunlanadi hozir. Yo'q. Qochish kerak. Qoch. Regeneratsiya qilay. Yurganimda qon chiqyapti. Do'stlar, keyingi videoda albatta men yuzimni ochaman. Shunchaki bu videoga 20 ta like kelsa bo'lgani. Haqiqatan Taskmaster yoqaga. Sen meni hech qotdi o'yin. Yo'q, qotmabdi. Ketdik. Davom etamiz. Sen meni yutishing mumkin. Faqat bugun emas. Qochamiz. Ozgina jon to'plab olamiz do'stlar. Ozgina emas, hammasini to'ldirib olish kerak. Bo'lmasam bu yaramas bilan jang qilib bo'lmas ekan. To'g'risini aytganda. Hop. Tepadan hujum qilib. Voy. Eng katta xatoyim bo'ldi shekilli. Voy, yo'qol. Yaqinlashma, o'ldirib yuboraman. Qoch. Qattasan. Yo'qqa Taskmaster. Taskmasterda ham
bitta qobiliyat bor. Komikslarda o'qigan edim, do'stlar. O'zini tushunmalarini, qobiliyatlarini ola oladi. Come on, that's pathetic. To'g'ri bo'lishi mumkin. Xo'p, lekin avvalgan tayyam. Sen men uchun raqib emassan. Buni qaranglar, yiqildi. Tamam. Do'stlar, keyingi seriyalar albatta chiqadi. Bu seriya menga yoqdi. Keyingi seriyalarda balkim boshqa ssenariy qilarman. Albatta, buning uchun fikrlaringizni yozib qoldirishingiz kerak. Men o'zim shunday ssenariy to'qib ola olmayman. Shuning uchun videolarim o'zi sizlarga yoqyaptimi? Barchasini yozib qoldiringlar. Xo'p, keyingi videoda va'da berganimdek yuzimni ochaman. Shunchaki 20 ta like bo'lsa, faqat videoda bo'lmasam bo'lmaydi. To'g'risi aytaman. Mana bu hali ham tirik ekan, do'stlar. Shunaqa gaplar. Xullas, sizlarga bir ikkita aytadigan gapim bor. Yaqin orada albatta men sizlarga va'da qilgan o'sha konkurs ham bo'ladi. Faqatgina men do'stim bilan video olishim kerak birinchi bo'lib. Deadpool. You may hate me, but it ain't no lie, baby. Bye, bye, bye. Do'stlar, o'sha qo'shiqni aytib beraman hozir men sizlarga. I'm doing this tonight. You're probably gonna sacrifice, and I know this can be right. Hey, baby, come on. I loved you endlessly, and you weren't it for me. So now it's time to live and make it alone. I know that I can take no more, ain't no lie. I wanna see you out that door, baby. 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 Bye bye. Bye. Stop it. Baby. Voy, hozir. Oxirgacha aytib beraman shu qo'shiqni. Uch, ikki, bir. Baby. Bye. Don't wanna be ever for you. I just want to eat head enough. You may hate me, but it ain't no lie, baby. Bye. Xayr do'stlar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda qaysi qahramon bo'lishim bu albatta o'zingizga bog'liq. Fikringizni kommentariyalarda kutaman do'stlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Deadpool hamda Sherozbek play bo'ldi. Sog' bo'lasiz. Salomat bo'lasiz.